Bana bir iş bo'ldi. Sizga deb bersam ishonmaysiz. Meni chiroyli ayolim Danila uchun men sizga mos kelmayman. To'g'ri dedingiz. Bir olim o'zining orzusidagi ayol bilan to'y qilib, nihoyat baxtli turmushga erishdi. Xushal o'yin. Men opirib qo'yay. Siz mening qahramonim. Toki bir kuni kechda u uyga qaytmadi. O'sha kelgan chog'da hamma narsa o'zgarib ketdi. Meningcha, u sarang bo'lib qopti. Men sarang bo'lmadim. Siz kim bo'lsiz? Men mush yerda siz bilan turaman. Charlie, Danila. Ularni birnima qildingizmi? Nima deyotganligingizni tushunmadim. Men Jason. Meni tanıysiz. Sizni tanimayman. Chaqchaq qilmay, meni taniydiganligingizni deb bering. Azaldan sizni ko'rib boqmagan. Bana faqat javob kerak. Sen aşu qutini yasadın. Her bir eshikning keynida sen yashagan, o'xshamaydigan hayoting bor. O meni o'zimning dunyosidan o'g'irlab o'sha dunyoga kelibdi. Meni tutqun qilgan odam o'zim bo'lsam-ku. Hey, ko'pchilik. Neymiş bu onda qilasiz? Siz tunji qatam shunday qildingiz. U o'zgarib qopti. Men qo'rqyapman. Qanday qilishimni bilmadim. Qutini shiltib, uyga qaytmasam bo'lmaydi. Siz izlayotgan narsani faqatla cheki yo'q. Ailemdekilerden yeni qaytaman. Hayatımni qaytarib olaman. Uyingizga qaytmoqchi bo'lsangiz, hozirla harakatga keling. Ondan menga uyga qaytamayman.